Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videomiz sizga xudo xolasa 1000% foydali va qiziqarli bo'ladi. Videomiz boshlanishidan oldin shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib, kommentda podдержка qilib tursanglar juda ham xursand bo'lardik. Sizlar bosgan har bitta like biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Kontentlarimiz to'xtovsiz chiqishiga juda ham katta turtki bo'ladi. Qaytgancha shu oyda oxirgacha biz обязательно 10 ta bo'lishimiz kerak. Siz ham o'z hissangizni qo'shing. Biza oilamiz 10 ta bo'lishi. Bugungi videomizdan siz TikTok va Instagramda trendda bo'lib yurgan lifehack va bug videolarini qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri sizga foydali, qaysi biri sizga foydali emas, hammasini bilib olasiz. Videomizda o'tkazib yubormasdan oxirgacha ko'rsanglar, qanaqa qilib tekinga yusi olishni yoki tekinga bonus pas olishni o'rgataman. Videomizda biror joyga o'tirib bahs ko'rishinglarga maslahat beraman, chunki bugungi videomiz sizlarni o'rninglardan turg'izib, ya'ni sakratib yuborishi mumkin. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda men videoni boshladim. Qani ketdik. Videomizning boshidan lifehacklardan boshlaymiz, chunki boshidan og'irni boshlasak, vashi bo'lmaydi. Tak, mana shunaqa joy bor Resulkaning oldida. Mana shu tosh yordamida ikkinchi qavatida mana shunaqa qilib chiqib olsanglar bo'ladi. Tosh va eshigi yordamida. Qani ketdi, sinab ko'ramiz. Adashmasam mana shu joy edi. Mana shu joy ekan, tosh ham bor. Eshikni endi ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bunaqasi kirib, yopib, endi bunaqasi ochib qo'yamiz. Tak, tosh ustiga chiqib olamiz va eshik tomonga sakraymiz. Voy. Usholmadi eshikda. Tak, yana bitta sakraymiz. Qani, bu endi ushladi. Yo'q, yo'ldan tushib ketdi. Tak, 3-urinishimiz. Toshni uchiga chiqib olamiz va sakraymiz, sal qayshaytiramiz. Endi bu tomoniga o'tib ketdi. Voy. Mana shunday sakrab ko'rsak-chi, yo'q, chiqib olmas ekan. Yana tosh ustiga chiqib olamiz va mana shunday qilamiz. Abod bunisi o'xshadi adashimda. Sakraymiz. Mana ko'rasizlar bolalar, birinchi lifehack videomiz o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar, 100% foydali. Mana shu yerga chiqib olasizlar. Zinani ustida odam turgan bo'lsa, sekin mana shunaqa yotib olib borasizlar, odam mana shu yerga turgan bo'lsa, otib qo'yasizlar. Bo'ldi. Всё. Уже sizlar pro igroksizlar bolalar, pro vektorsizlar. Birinchi lifehack videomiz bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham 100% o'xshaydi. Bu lifehack sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Qani ketdik, sizlar ham sinab ko'ringlar. Biz esa ikkinchi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bug videomizga o'tadigan bo'lsak, ot bilan mana shunaqa mashina katta tezlikda urilsa bir-biriga, mashina uzoqqa uchib ketar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bola biz sinash uchun bugni oldik, chunki videoda ham bug deydi. Faqat Formula 1da skini bor edi. Bizda endi unaqa skin yo'q. Tak, sherigimiz kelyapti ot bilan. Qani birinchi urinishimiz yo'q, o'xshamadi. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Tak, nimaga? Hozir bu yoqdan sinab ko'ramiz bolalar. Xo'sh. Mana shu yer bo'larmikan? Sal zo'roq boramiz, chunki videoda tez urilganda, chunki ot ham yugurib kelayotganda, mashina ham yugurib borayotgan edi. Yugurib emas, yurib borayotgan edi. Tak, ikkinchi urinishimiz qani o'xshaydimi, yo'qmi? Ot ham yugurib kelyapti, biz boramiz, urilamiz. Yo'q. Ikkinchi urinishimiz ham o'xshamadi. Xo'sh, nu sinab ko'ramiz. Xullas, futbolyon marta sinab ko'rdik, umuman o'xshamas ekan. Ko'rdinglar, ikkinchi bug video umuman o'xshamas ekan. Unga qanaqa qilib bir marta o'xshab qolgan, bilmadim. Bizda umuman o'xshamadi. Katta mashinada ham qilib ko'rdik, bugida ham qilib ko'rdik. Endi esa biz ikkinchi bug videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Bolalar o'zgina tanaffus qilamiz. 5 minutga vaqtingizni olaman. Xo'sh, videoni boshida aytganim, tekinga yusi olish, yutib olish yoki tekinga bonus pas olish. YouTube kanalimizga kirsanglar, Telegram kanali silkasi turibdi, ustiga bitta bossanglar, Telegram kanalimizga olib kiradi avtomatik. Telegram kanalimizga kirsanglar, shu bugun yangi konkursga start berdik. Ko'rishinglar mumkin. Jami yusi mablag'i 1200 yuslik. 2 dona kanalga obuna bo'lasiz, ikkalasi ham o'zimizning kanalimiz. Bittasi mana shu kanal, ikkinchisi esa o'zi mana shu kanal. Ikkitaga obuna bo'lasizlar va qatnashish tugmasini bosasizlar. Pastdagi mana shu tugmani bossanglar, sizlarga chiqarib beradi. Telegram kanal silkasini opsiyadan yoki kommentariyadan topishingiz mumkin. Kommentariyada qadab qo'yganman. Keyin yusi narxlariga keladigan bo'lsak, sal teparoqqa chiqsanglar, yusi narxlarini qadab qo'yganman. Juda ham arzon. Biz umuman foydaga ishlamayapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 ga 7
100% halol va ishonchli. Aytganimdek, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Telegram kanalimiz ham sizlarga 100% ishonchli va foydali bo'ladi. Telegram kanal silkasi opsiyadan yoki kommentariyadan topishingiz mumkin. Hammaga omad. 3-bag videomizga o'tadigan bo'lsak, 3-bag videomiz obunachimiz tomonidan kelgan video. Kattakon rahmat tashlab berganlar uchun. Parkda tushsanglar, shunaqa birga bir duel otishadigan joy bor. Mana shu yerdan shuna teksturani ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli va foydali bag. Foydali emas, sherigilarning miyasini portlatib yuboradigan bag. Qani ketdik sinab ko'ramiz. Mana bolalar, birga bir otishadigan joyga ham kirib oldik. Xo'sh, videodagi joy xuddi mana shu yer edi. Sakraymiz. Voy, yarmi kirdi lekin. O'xshaydiganga o'xshayapti bolalar. Yana sakraymiz. Voy, kirib oldim. Ikkinchi urinishda kirib oldim men bolalar. Sherigimiz tepada turibdi. Sherigimiz ham hozir chiqib olsa kerak. Lekin 100% o'xshaydigan bag ekan bolalar. Otsa ham o'qib o'tar ekan. Mana shunday o'tsanglar, mana shunday kirib olsanglar, otasizlar bemalol o'q tegar ekan. Vashshi bomba lekin bolalar. Buni bitta narsasi yaxshi bolalar, foydasi yo'q, lekin sizlarga umuman foydasi tegmaydi. Mana shunday birga bir odamlarni taklif qilasizlar otishga va mana shu yer kirib olib, miyasiga sipros beraversanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. U yoqdagi sherigimiz bizga otyapti, o'q tegyapti. Bu yerga qanaqa qilib kiramiz deb so'rayotganlar uchun men hozir o'rgataman. Mana shunday sheriginglar bo'lsa yoki biror bir odam bo'lsa, mana shunday ustiga bosasizlar, uni personajini va pastda duel turibdi. Bosasizlar, okni bosasizlar va bo'ldi. Ozroq kutasizlar, mana chiqarib beradi. Kirishda bossanglar, mana shu yerga kirib olasizlar. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, mana shu orqali kirib olsanglar bo'ladi. 3-bag videomiz bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. 100% o'xshaydigan bag ekan. Endi esa biz keyingi bag videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Pochinkida mana shunaqa uy bor. Velosiped orqali mana shu uyda teksturasini ichiga kirib olsa bo'lar ekan. Ko'rishinglar mumkin, kirib oldi. Qani ketdik sinab ko'ramiz. Mana velosiped bilan kelib oldik. Ko'rishinglar mumkin, bitta sakraymiz va orqasiga o'tirishni bosib, oldiga o'tirishni bosib va chiqishni bosamiz. Qani? Voy! Bittada o'xshadi menda. Voy, ko'ryapsizlarmi bolalar? Bittada o'xshadi. Voy, teksturasini chekirib oldik. 4-bag videomiz o'xshaydigan bag ekan. 4-bagimiz o'xshaydigan bag ekan. Sizlar ham sinab ko'ringlar, sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Bu yerda turib olib, bemalol rang ko'tarsanglar ham bo'ladi, prank qilsanglar ham bo'ladi. Bilmayman kimda nechtada o'xshadi. Voy. Bizda tekstura u yoqda ko'rsatmayapti. Bizda mana bunaqa pritsel bor. Otamiz. Kimda nechta urinishda o'xshadi bilmadim. Menda bittada o'xshadi bolalar. Sizlar ham sinab ko'ringlar, o'xshaydigan bag ekan. Sizlarda o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqadir ovoz chiqdi, adashmasam bu pritseldan ovoz chiqdi. Yomon, g'alati ovoz ekan. Endi esa biz sekingina o'yindan chiqarsak ham bo'ladi. Bu yerdan qanaqa qilib chiqib ketishni bilmasanglar, shunday sakrab chiqib ketaverasizlar yoki yurib chiqib ketaversanglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib. Bu bag bizda o'xshadi. Endi esa sekingina o'yindan chiqib ketamiz. Qani ketdik. Mana bolalar, bugungi videomizda 4 ta life hack va bag videolarini sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, atiga bittasi o'xshamadi, qolgan 3 ta bag video o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi yo'qmi yoki sizlarga qaysi bir eng yoqqani bo'ldi? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi videomizdan 1 dan 10 gacha baho beringlar. Men o'shanga qarab videoni sifatiga yaxshiroq e'tibor qarataman. Videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Biz 10 mingta bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Shunga poddershka qo'ysalar bo'ldi. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar, chunki Telegram kanalimizga 1200 yushlik konkurs bo'lyapti. Yushi servisga ham o'tib bizdan xarid qilsanglar, sizlarga anchagina arzon tushadi. Biz yuz servisimiz tezkor, ishonchli va halol. Esingizdan chiqmasin, kommentariyada IDlarni yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, IDlarni yozib qoldirsanglar, keyingi videoda sizlar 260 yutib olishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan har doimgidek politsiya bagmen bo'ldi. Ciao.